alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, mana xizmalarimiz tepalari stayashga dubullarni qoqosimlar to'qib, mana Xudo xolasa chirishlar boshlandi. Dada, ponni ovoz yozilyapti ama. Yo'q. Mana Xudo xolasa stayashkalarni mana shu holatda bo'ladi. Ko'chalari bilan hozir Xudo xolasa obzor qilib video qilamiz. Bitta mahallada 3 ta xonadonni kiroshga qilayotgansiz. Ha? Nasib ekanda endi. Mana bitta mahallaga shu kiroshga qilgani keldik. 3 ta xonadon birdaniga kiroshga qilib berasizlar deb. Shu mahalladan ketolmay qolishdi ustagalar mana. Mana Xudo xolasa bitta bo'lyapti ishlarimiz. Mana shu qo'shnilarnikida davom etyapti. Mana Xudo xolasa bu qo'shnimizning xonadonlari. Endi 3-xonadonga keladigan bo'lsak, mana mahallaning o'zida Xudo xolasa u xonadon. Hozir olib borib ko'rsatamiz aytlarni ham. Xudo xolasa ichkarilari bilan chiroyli bo'lib bitganda videolarni qilib qo'yamiz.